Hormanglar hammaga. Men yana ozgina qisqacha video qilmoqchiman. Keyin ko'plik qilib ketadi. 1 minut 2 minut tushunarli darajada bo'lyapti deb o'ylayman. Qaranglar, ishxonada ishlayapsizlar. Ishinglar zo'r. Kimdir sizlarni muvozanatdan chiqarish xohlaydi. Kar soqovlikni o'yna olsanglar, o'sha yerda yutib ketasizlar. Men tushuntirib beraman, qo'limdan kelgancha. Bu bo'lgan vaziyatlar. Cho'chib turibsiz, sizni obro'sizlantirishga harakat qiladi. Siz o'sha paytda agar qarshi reaksiya qilsangiz, muvozanatdan chiqib ketasiz. Shunda qaraysiz, bu meni maqsadim emas. Ishingizni davom ettirasiz. Ikkinchi marta napadayni qilsa, tilni shunda tish orasiga qamasiz. Ishingizni tugatib bo'lgandan keyin savoliga savol bilan javob berasiz. Ish paytida lekin iloji boricha kar-soqov holatida bo'lish kerak. To'g'ri, kontakt ulash kerak. O'tkazganingizdan keyin siz o'zingizni ishingizni bajarishingiz talqimasdan bajarishingiz kerak. Chalg'inganda odam baribir adashib qolish ehtimoli katta bo'ladi. O'tdan betdan cho'qilab ketib qolish mumkin-da. Lekin cho'qilab ishlaydiganlar bitta formatni cho'tga qilmasa, tartibsizlikda qiyin bo'lib qoladi. Tartib bilan ishlasangiz, baribir ish chiroyli chiqadi. Kar-soqovlikni yana bir marta qaytaraman. Eshitasiz, qabul qilmaysiz. Qabul qilib turib javob bersangiz, siz o'sha muvozanatdan chiqasiz. Ishingizni tugat bo'lib, savoliga savol bilan javob berasiz. Manfaatli bo'ladi deb o'ylayman.